qaytaringlar dedilar. O'g'lini bir necha kunlik uzoq yo'ldan otlarga to'xtatmasdan o'tkazib keltirishlik buyrug'ini berdi. Agar yo'lda otlar charchasa, uni almashtirib boshqa otga o'tkazinglarda o'zini yerga tushirmasdan oldimga olib kelinglar dedi Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Toki ota shunchalik yig'lab o'g'lini sog'inib ko'zi ko'r bo'libdi, toki Hazrat Umardek adolatlik amirdan xafa bo'lib Allohga nola qilib duoga qo'lini ko'taribdimi, demak unda bir gap bor. Kesin o'g'li kilobni keltirdi, oldiga o'tkazishdi. Hazrat Umar kilobga qarab, "Ota-onang bormidi?" "Ha, bor." "Otang seni ko'p yaxshi ko'rar ekan-a?" "Ha, shunday." "Otangga yaxshi xizmat qilarmiding?" "Ha, ya amiral mu'minin. Qo'limdan kelganicha otamga xizmat qilardim." "Nima qilarding?" dedi. Ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ota o'g'lini sog'inib ko'zi ko'r bo'lib qoladigan darajada nima xizmat qilishi mumkin deb hayron bo'lyaptilar. "Nima qilar eding?" "Ha, otam nimani xohlasa shuni qilardim."